Mana mashina. Bu egalari Baxtiyor akaning mashinalari. Biz arlarni transportirovka tog' polaga olib chiqishimizga xudo xolasa so'rab tursak, yo'q demaydilar, yaxshi odamlar mana. Yo'q demaydilar. Shu mashinani olib arlarni tog' polaga olib chiqish niyatimiz bor. Xudo xolasa Baxtiyor akadan 07 Jigulilarni olganimizdan keyin xudo xolasa Baxtiyor aka o'zi yaxshi insonlar, tushunadigan insonlar, xudo xolasa nasibda yaxshi niyat. Jigulilarni olsak, xudo xolasa yashiklarni ko'paytirib tog'larga olib chiqish niyatimiz bor. Arlarni hammasini xudo xolasa. Bu yoqda bo'lsa, xudo xolasa bir 10-15 yashik shu xonadonda 10-15 yashik bor. 10-15 yashikdan ziyodini xudo xolasa tog'ga olib chiqamiz. Tog'da ham bitta joy olib, tog'da ham masalan boshlash niyatimiz bor. Arlarni ko'paytirganimizdan keyin xudo xolasa Baxtiyor akadan 07 Jigulilarni so'rab turamiz. Xudo xolasa bersalar nasibda arlarni tog'larga olib chiqish niyatlarimiz bor. Bizda hamma narsa bor. Xudo xolasa arlarni ko'paytirib olsak, tog'ga olib chiqish niyatimiz bor.